Hey yo bolalar, sizlar bilan men Saylar FC. Bugungi videoda faqat hit to hit ko'taramiz. Chunki men 9 kun qoldi. Shu 9 kun ichida men shu legendarigacha chiqishim kerak. Shuning uchun men kunniga bo'lmasa ham lekin hit to hit o'ynab legendaga chiqarishim kerak. Ertaga yangi haftalik keladi. Unda ko'p o'yinchilar kelar ekan. Hozir biz menejer mod o'ynashimiz kerak. Chunki men hali umuman menejer mod o'ynamaganman. Bu haftalikka hozir o'ynab qo'ysam, endi haftalikda kamroq bo'lsa ham birozgina gem beradi. Atakada men kuchliman, o'rtada ham men, himoyada ham men kuchliman. Bugungi video unchalik kam emas, ko'p ham emas. Aytmoqchi sizlarga, menga Kurtuva tushdi. Men Fodenni ham oldim. Bu qayerdan tushdi sizga Kurtuva desanglar, shu matchdan keyin ko'rsataman. Hozir ko'rsataman deganim esimdan chiqib ketdi mana. Va Foden, va Dias. Hozirchalikka olmaga qo'ytiramiz. Mening ovoz birozgina baland. Men uchun agar sizlarga ovozi pastroq bo'lsa, ovozini ko'tarib olib eshitishinglar ham mumkin. Va bu yerda Valverde gol uryapti. Men uni almashtirib oldim. Uzursizlar. Lekin yozmaganlaring sababli men almashtirib yuboraverdim. Iltimos sizlardan so'rab qolaman, agar mening videoyimda xatoliklar ko'p bo'lsa, shuni kommentariyaga yozib ketinglar. Chunki deganda men yangi youtuberman. Youtuberammi emasmi? Yangi kanal, o'z 6 donagina obunachim bor. Shuni 10 taga olib borib qo'yaylik, iltimos sizlardan. To'g'ri, mening videoyim ko'pchilik ko'rmas. Oldingi videoyimni 60 kishigina ko'rgan, chunki men endigina 6 dona obunachim bor. Shuning uchun siz obuna bosib qo'ying. Agar obuna bossangiz, siz menga juda ham katta yaxshilik qilgan bo'lasiz. Va kommentariya ham yozishni unutmang. Qisqagina tushuntirganda obuna, like va komment. Obuna bosib, like bosib va kommentariya yozish esingizdan chiqmasin. Mening xatoliklarim agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Va hozir bu yerda faqatgina 1-0 hozirchalikka 1-0. Hozir Yamal, Foden nimagadir narigi jamoaning himoyachisiga tepib yubordi. Uzr, tomog'im salgina og'riyapti. Qo'l qisish emojisini tashlab qo'yamiz. Bu yerda men Morataning o'rniga Gyökeresni oldim. Bu yaxshimi yomonmi bilmasam, o'zimga unchalik yoqmayapti, lekin menga Reveda oldin ko'rganinglar, ko'proq menga Reve kerak edi. Shunga Harry Kane, Declan Rice va Foden 5-kunda beriladi. Shuni siz ham olib qoling. Chunki bu 115 va 4 ta kuchaytirilgan. Agar sizda uncha kuchaytirishga rankat pointingizga bo'lsa, 115 rayvingiz bo'lmasa, bu yaxshi tanlov. Lekin bu hozirgi paytdagi o'yinda Foden nimagadir g'alatiroq o'ynayapti. Va mana Dias 1-1 vaziyat va gol.
Manager modun bitta unday yoqmaydigan taraf shu. Nishonlash va golni qayta ko'rib vaqtni ko'p olib qo'yadi. Shuning uchun menga unday yoqmaydi. Undan o'ynamayman. Zeriksan agar telefon bo'lsa, oddiy matchni bosib qo'yib, bironta ishlarimni qilaveraman. Hozirchalik 2-1 shot. Ular menga bitta gol urishdi. Men chunki degan hozir oddiy bir dona kuchaytirganman. Buldani trening to'g'ri 30, lekin baribir ham nima desa bo'lmaydi. Yaxshi tura olmaydi hozirchalikka. Buni kuchaytirsa zo'r var tomon chiqadi. Endi yoqda tur. Çünkü yok hoşuma geldi. Oynuyor. Belki 5 tane alıştırıp yuvarsam oladım değil. Diyaz'da aytmoqchi o'zimni 25 ta bor edi va vasilasini berib yubordim. Bo'yi past, lekin yaxshi qaytaradi. Faqatgina bo'y pastligi uchun. Bu yerda Yamal va bu yerda kim? Diyaz qo'yibdi 85-minutda. Va biz bu o'yinni g'alaba bilan tugatamiz. Aytmoqchi yozimdan ko'tarilibdi. Agar sizlar bugun sana 14-aprel, 12-aprel kunimi, 11-aprel kuni FIFA soat ertalabki 6 dan 8 gacha hozir ko'rsataman. Mana bu yerdagi o'yin Heroes All Goals degan joylarni tugatsa 200 ta rank up point berardi questda, lekin keyinchalik uni bug bo'lib soat 6 dan 8 gacha nima deydi 200 ta draftga almashtirib yuborgan. Mana bu yerdagi o'yin. Mana bu comeback Heroism All Goals degan joylardagini tugatgandan so'ng mana bu yerda aytmoqchiman, mana shu yerdan oldim. Bu yerda mana bundan oldin menga Joe Cancelo tushdi. Menga yig'a olmasligimni bilib o'zgartirib yuboraverdim. Va biz uni o'ynadik, endi va hit o'ynaymiz. Va sizlarga ham maslahatim, agarda tokenlaringiz, mana bunday tokenlaringiz yig'ilib qolgan bo'lsa, yo yig'ayotgan bo'lsangiz, uni ishlatmaslikni maslahat beraman, yoki bo'lmasam mana bu yerdagi o'yinchilardan olishingizni maslahat beraman. Bunda yuta oladiganlardan Bayer agar 3,5 mingta bo'lsa, mana bu Urbikni maslahat beraman. Duduqlanib qoldim. Urbikni maslahat beraman. Chunki deganda bu o'zim Real Madrid muxlisiman, lekin agar gol ursa bu 116 yo 117 bo'ladi. Agarda sizga left back kerak bo'lsa, mana Carreras yutsa, agar Real Madrid 0 ta gol o'tkazib yuborsa va Real Madrid yutsa, bu 117 bo'ladi. Va bu yerdan chiqamiz va endi
hit bosamiz. To'xtanglar aytmoqchiman. Bu yerda aytgan bo'lsam, Kurtova bir dona kuchaytirilgan, mana statistikasi mana bunday. Uzoqdan kelgan to'pni qaytara olish drive talanti bor. Orta berish uzr. Va bu yerda Diaz mana buni bu yerga qo'ysak ham bo'ladi. Men Diazni hozirchalik LV'ga qo'yib turaman, chunki bu yerga qo'ysam o'g'lim ko'tarilish foizi pastroq, shuning uchun. Va hit bosamiz. Va bu yerdagi odamning niki omadsiz deyilgan. Bu o'yinda ko'ramiz ham omadli yoki omadsiz ekanligi haqiqatdan ham. Va bu yerda bizda ataka hozir 116 bo'lib qoldi va o'rta 120 va himoya 118. Unda himoya kuchli, qolganlarda men kuchli ekanman. Himoyada ham bitta kuchli uzr. U atakada bir dona kuchli ekan himoya bilan. O'rtada men ko'proq kuchliman va u yerda Carles Puyol bor ekan. Himoyachi, yaxshi himoyachilardan biri. Va men mana oddiy yaxshi o'yna olmasligim mumkin. Videoning oxirida men o'zimning ID'imni ko'rsataman. Voy, adash bunga tashib yubordim. Voy Diaz, nima qilib yuribsan bu yoqda? Voy, va deb ko'ramiz. Va Johan Garcia ushlab oldi. Va gol. O'rtacha o'ynar ekan, lekin ozgina akkauntni yaxshiroq emas ekan. Ustidan kulish emas, to'g'risini aytyapman. Yoki bo'lmasam, lekin yaxshi o'yinchi ekan. Faqatgina o'yinchilari yaxshi emas ekan. Phil Foden va maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Lamine Yamal va bu yerda voy Kunde, nima qilyapsan? Nesta o'zing eplab bir amallar iltimos. Va Kurtova voy juda ham uzoqqa tashlab berar ekan haqiqatan ham. Voy Cristiano Ronaldo gol ajoyib. Zo'r hozirchalikka hisob teng. Birinchi taym tugadi va hisob 1-1 teng. Va biz hujumga chiqarib Yamalga tashlab beramiz va unda biz gol urishga harakat qilib ko'ramiz. Voy, cho'ti nimagadir
Yamal hozirchalik eplay olmadi va Phil Foden chiqarib yubordi Guardiola. Biz bu yerda Foden voy nima qilyapsan Lamin Yamal? Voy Nesta Gabriel va biz bu yerda nimagadir to'pni oldirib qo'yapmiz va offside. To'g'ri offside. Beckham o'zing voy qiyshiq va hisob hozirchalikka teng. Oxirida gol ura olishim juda ham qiyin, lekin va bu yerda to'p maydon tashqarisiga chiqarib yubordim. Va Guardiola Foden'da qoch. Gol. Yaxshi 90+5-daqiqada Valverde ikkinchi golni urdi. Nimagadir akkauntni oddiyroq bo'lsa ham men necha kunlab o'ynamaganimga botga o'xshab qoldim bu yerda va urma nimagadir menga odat bo'lib qolgan shu zaminga qarash. Chunki degani futbolchilarim charchab qolgan ko'pi. Va uzr, bugungi videoda draftlar yo'q. Bugun boyagina o'zi draftlarimni ishlatib yubordim, video oldim deb bosdim deb o'ylabman, lekin qarasam video olmayotgan ekan. Va shu bilan hamma draftlarim tugadi. Bu yerda 1 million so'm emas coin. Uzr, adashib ketdim, so'm debman. Bu yerda biz har doimgidek bu pulga mana bunday olamiz, chunki treningda men amasib 30 qilmoqchiman. Agarda bironta sotiladigan o'yinchi bo'lib qolsa sotib yuboraman. Birdan 90 o'yinchi bo'lsa endigi ertaga to'g'ri olsam bo'ladi. Bu yerda moqchi voucher beradigan joy yo'qmikan? Hit bo'ladi. Aytmoqchiman, mana buni umuman o'ynamaganman men. Mana shuni tugatishim kerak. Roy Makkay hali hech qaysisini tugatmaganman. Shularni tugatibman. Token yig'ib shu o'yinchilardan birini olishim kerak. Bilmasam o'ynasammikan, o'zimga qolsa yoqmayapti. Hit ko'taraveraman. Bosh o'yini. Bu yerda 2000 token berar ekan. Agar World Class 5 ga chiqsam, hozir olib ochib ko'ramiz. Agar reklama ko'rib bo'lsa ham 300 tani to'g'ri to'xtatib turaman va 300 tani olib bir dona open pack qilamiz. Men semi pro birda ekanman.
Pro 5'e chiqsam 2000 ta berar ekan. Qani agar tezda chiqa olsam Old Class 5 ga endigi haftalikdan yana legendaga chiqishga harakat qilaman. Har kuniga video chiqarishga juda ham harakat qilaman. Ba'zilarda ovozsiz bo'lib qolsa meni kechirasizlar. Hozirchalik qani hujum teng, o'rtada men kuchliman, himoyada ham men kuchli ekanman. Nimagadir menda rankka point yig'ish juda ham sekin kechyapti bu shu kunlarda. Shuning uchun ham men Foden oldim. Lekin yaxshigina kuchaytirib oldim Valverde'ni. Endi hozir Diaz bilan kimni demoqchi edim? Diaz bilan Kurtuani kuchaytirishim kerak. Voy, yeta olmadim. Agar yeta olganimda juda ham tezgina gol urar edim. Uzr agar o'yin vaqtida gapira olmay qolsam, adashib ketaveraman. Voy. Bobby Charlton'dan juda ham udar bo'ldi. Voy. Valverde bir pushka deb ko'ramiz oborib. Moqchi. Voy, yaxshi. Bo'ladi, ataking qilamiz, o'yinchilar charchagan. O'zi hozirgina o'yin boshlandi va ular tepamiz va ana shu yoqqa boraveramiz. Va to'pni olib qo'yamiz. Foden o'zing yaxshilab epla. Cucurella hammasi. Voy, Diazdan ajoyib gol bo'ladi aytgan edi. Bu yerda bizga Nesta kerak. Valverde o'zing ajoyib udar qil. Kimdan? Voy, bizdan ekan. Voy, ne oldu? Nimagadir narigi jamoa o'yinchisi o'ynagisi kelmayaptimi? O'yinchilar qotib qolyapti yoki bo'lmasam interneti yaxshi ishlamay qolyapti. Va Pajo sariq. Va bu yerda adashmasam Beckham tepish kerak. Bu yerda deb yuboramiz va gol. Voy. Voy. Nimaga qiyshiq. To'g'ri tepsam ham bo'lar edi, nimagadir qiyshiq ketib qoldi va Lamin olib qo'ya olmadi. To'liq ismini aytib o'tirmayman. Jaydar Sichaga tushuntirib ketaveraman. Yamal tinchgina Marcus Cucurella. Mana bunday penalti ber, penalti. Henry. Beckham. Pushka. Va Johan Garcia ushlab oldi. Hozirchalikka teng depan. Hali hech kim gol urgani yo'q, nimagadir. Davay. Diaz ajoyib gol. Bo'lay dedi.
Biz bu yerda Rafinyaga tashlaymiz. Tashlab beramiz va ajoyib gol desam, Johan Garcia. Ajoyib Barselona. Bartaboni Luis Diaz. Cristiano Ronaldo. Ay, sekin qoldi. Va 75-daqiqaga 75-daqiqa. Voy, Ronaldoning kallasiga tegdi. Voy, o'xshab qoldi va bor Györküş. Voy, tepib bor 85-daqiqa. Gol ura olmasak teng bo'lib qoladi. Va Yamalda gol ur. Gol ur, tep pas. Voy, nimaga teng bo'lib qoldi endi. Teng bo'ladi. Bo'ldi teng. Va 2+ yomon emas, lekin baribir ham gol urganda yaxshi bo'lar edi. Men gol yo'q. Nimagadir qo'lim yaxshi kelishmayapti. Va bizga bundan keyin Pro 1 bo'lsa, World Class. Va bolalar, shu yerda videoni to'xtatsammi yoki yana o'ynasammikan? Sizlarni ham vaqtingizni olmay va xohlasanglar shu yerdan Brawl Starsga akkauntimni ham bir ko'rsatib yuboraman. Mayli, Brawl Stars akkauntim ham ko'rsatib yuboray. Va bu yerda mana Brawl Stars akkauntim yangi ochilgan. Men Brawl Stars ham o'ynayman. Mana oddiy obzor qilib ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda 34 o'yinchim bor. Mana Shelly, Nita shunday. Legendarni o'yinchilar. Mortisni 10gacha chiqarganman. Menga yoqadi endi videoga. Yo, hozir alohida bitta video olaman. Shunda ko'rasizlar. Va bu yerda oddiy va xayr, sizlar bilan Sayler FC bo'ldi.